Diqqat! Bozordan quyon go'shti sotib olib yoki uyda quyon boqib, uni so'yib bolasiga yoki o'zi iste'mol qilgan barcha fuqarolar xabardor bo'ling. Hozirgina quyon go'shti haqida ijtimoiy tarmoqlarda xabarlar tarqaldi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Ma'lumot sizga qiziq bo'lsa, like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Diqqat! Nega quyon go'shti dorivor go'shtlar sifatida qabul qilinadi? Chunki quyon go'shti tarkibida organizm uchun foydali bo'lgan vitaminlar va minerallar mavjud. Quyon go'shti barchaga tavsiya etiladi. Jumladan homilador ayollarga, kamqonlik bilan og'rigan kasallarga, yurak qon tomiri bilan og'riganlarga, sahrli diabetlarga, sportchilarga va bolalarga. Quyon go'shti organizmni toksinlardan tozalaydi va immunitetni kuchaytiradi. 100 gram quyon go'shti tarkibida atiga 170 kilokaloriya bor. Bu mol va qo'y go'shtiga qaraganda 2 barobar kam va 5 barobar tez hazm bo'ladi. Sizchi, siz quyon go'shti iste'mol qilganmisiz? Izohlarda o'z fikringizni qoldiring. Like bosib, yurakchani qizartirib qo'ying va quyon go'shti iste'mol qilmagan do'stlaringizga ushbu videorolikni jo'natib qo'ying.